Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buvijonlar va bobojonlar. Bugun men sizlarga 1 avgustdan boshlab pensiya, nafaqa, qo'shimcha to'lovlar, hisob-kitob va hujjatlar bo'yicha e'tibor berish kerak bo'lgan muhim masalalarni juda sodda tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, vasiylariga va oilasida nafaqa oluvchi inson bor har bir kishiga tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ma'lumot yangilanmasa yoki bitta ariza vaqtida berilmasa, odam o'ziga tegishli pulni kech olishi yoki umuman ololmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday yangiliklarni oddiy tilda, ortiqcha chalkashtirmasdan tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiya pulini har oy odatdagi tartibda olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir pochta orqali, kimdir esa ishonchnoma asosida yaqinlari orqali olib kelardi. Ko'p hollarda pensioner faqat pul tushgan, tushmaganini tekshirardi. Hisob-kitob qanday qilinganiga ustama qo'shilganmi? Indeksatsiya to'g'ri qo'llanganmi? Kompensatsiya bor yo'qligiga chuqur e'tibor bermasdi. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Tizimlar elektronlashyapti, ma'lumotlar bazalar o'zaro solishtirilyapti. Yashash joyi, bank kartasi, ish staji, nogironlik guruhi, qarovchisi bor yo'qligi, qo'shimcha imtiyozlarga asos bo'ladigan hujjatlar tekshirilyapti. Bu yaxshi tomoni bilan adolatli hisob-kitob qilishga yordam beradi. Lekin yomon tomoni shuki, ma'lumotda xato bo'lsa, pensioner qiynaladi. Masalan, familiyada bitta harf noto'g'ri yozilgan bo'lsa, pasport ma'lumoti eski bo'lsa, bank kartasi muddati tugagan bo'lsa yoki nogironlik bo'yicha ma'lumot elektron bazaga tushmagan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. 1 avgustdan e'tibor kuchayadigan asosiy masala shuki, pensiya va nafaqa oluvchilar o'z ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yishi, qo'shimcha to'lovga haqqi bor yo'qligini aniqlashi, eski hujjatlarni yangilashi va kerak bo'lsa, ariza bilan murojaat qilish kerak. Men bu yerda vahima qilish kerak demayman, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Chunki ko'p odam o'ziga tegishli ustama pulni faqat bilmagani uchun olmaydi. Birinchi toifa, yoshga doir pensiya oluvchilar. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, siz uchun eng muhim masala pensiya miqdori to'g'ri hisoblanganmi? Ish staji to'liq kiritilganmi? Avvalgi ish joylaridagi ma'lumotlar hisobga olinganmi? Shuni tekshirishdir. Ko'p hollarda odamlar 2 yil ishlagan bo'ladi, lekin hujjatda 26 yil ko'rinadi. Nima uchun? Chunki eski korxona yopilgan, arxiv hujjati vaqtida topshirilmagan. Mehnat daftarchasida muhnoaniq ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma yetishmaydi. Masalan, bir pensioner 1945 yildan 2000 yilgacha ishlagan deylik. Umumiy ish staji 30 yil. Lekin pensiya tayinlash vaqtida faqat 24 yili tasdiqlangan. Qolgan 6 yil bo'yicha hujjat topilmagan. Agar u odam arxivdan ma'lumotnoma olib, pensiya jamg'armasiga taqdim etsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu oyga qaman 1000 so'm, 1000 so'm yoki ayrim hollarda undan ham ko'proq farq qilishi mumkin. Bir oyda bu uncha sezilmasligi mumkin. Lekin bir yilda 1000 so'mdan hisoblasak 1 million 800 ming so'm bo'ladi. Bu pensioner uchun juda katta pul. Ikkinchi toifa, nogironligi bo'lgan shaxslar. Agar pensionerda nogironlik guruhi bo'lsa, u holda oddiy pensiyadan tashqari qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlar yoki kompensatsiyalar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda eng muhim narsa tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari to'g'ri va amalda bo'lishidir. Ayrim holatlarda nogironlik muddati tugagan bo'ladi, lekin odam buni bilmaydi yoki qayta ko'rikdan o'tishni kechiktiradi. Natijada to'lovlar to'xtab qolishi mumkin. Masalan, 2 guruh nogironligi bo'lgan pensionerga har oy pensiyadan tashqari ma'lum ustama yoki imtiyozli to'lov qo'llanadi deylik. Agar uning nogironlik ma'lumotlari bazada yangilanmagan bo'lsa, tizim uni oddiy pensioner sifatida ko'rishi mumkin. Shunda odam, nega oldingi oy 20 million 250 ming so'm tushgan edi? Bu oy 20 million 250 ming so'm tushdi deb hayron bo'ladi. Sabab esa hujjat muddatida bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi yoki pensiyasi oluvchilar. Bu toifada ham juda ko'p nozik masalalar bor. Masalan, bola endi yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin buning uchun o'qish joyida ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Hayotiy misol. Marhum otasining boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba bor. U kollej yoki universitetda kunduzgi o'qiyapti.
1 avgustdan keyin o'quv yili talabalar ro'yxati, kontrakt yoki grant holati bo'yicha ma'lumotlar yangilanadi. Agar talaba o'qishni tashlab ketgan bo'lsa, to'lov to'xtatiladi. Agar o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, u holda hujjatni yangilab topshirishi kerak. Aks holda u o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmaydi. 4-toifa. Daxl yoshdan oshgan pensionerlar. Bu yoshdagi insonlar uchun ayrim qo'shimcha to'lovlar, parvarish, ijtimoiy yordam yoki alohida e'tibor talab qilinishi mumkin. Lekin bu to'lovlar avtomatik ravishda hamma joyda bir xil ishlaydi deb o'ylash xato. Ba'zi holatlarda mahalla tibbiyot muassasasi, ijtimoiy himoya organlari yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilish talab qilinadi. Agar oilangizda 9 yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, men farzandlariga alohida aytaman, faqat oylik pensiyasi tushyapti deb qo'ymang. Borib uning nomida qanday imtiyozlar borligini aniqlang. Dori darmon bo'yicha yordam, kommunal xarajatlar bo'yicha yengillik, parvarish to'lovi, ijtimoiy xizmat yoki boshqa yordam turlari bo'lishi mumkin. Har bir hududda tartib va amaliyot farq qilishi mumkin. Shuning uchun aniq ma'lumotni o'z hududingizdagi mas'ul idoradan oling. 5-toifa. Pensiyasini bank kartasi orqali oluvchilar. Hozir pensiya va nafaqa to'lovlari ko'proq bank kartalariga tushyapti. Bu qulay, lekin muammo ham bor. Kartaning muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, telefon raqami eski bo'lsa, SMS xabarnoma ulanmagan bo'lsa yoki karta boshqa bankka o'tkazilgan bo'lsa, pensioner pul tushganini bilmay qolishi yoki pulni yechishda qiynalishi mumkin. Masalan, pensionerning kartasi yil oyda muddati tugagan, lekin u bunga e'tibor bermagan. 1 avgustdan keyin to'lov keladi, lekin karta ishlamaydi. Bankka borganda navbat, hujjat, yangi karta chiqarish muddati, telefon raqamini tasdiqlash kabi masalalar chiqadi. Shuning uchun men maslahat beraman. Kartangizning amal qilish muddatini hoziroq tekshiring. Agar karta muddati tugashiga 1-2 oy qolgan bo'lsa, bankka borib yangilab oling. 6-toifa, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Ayrim pensionerlar sog'lig'i sababli bankka yoki pochtaga bora olmaydi. Shuning uchun farzandi, nevarasi yoki boshqa yaqiniga ishonchnoma beradi. Bu yerda eng katta xato ishonchnoma muddati tugaganini unutishdir. Agar ishonchnoma muddati tugasa pulni olishda muammo bo'ladi. Bundan tashqari, pensioner tirikligi va yashash joyi bo'yicha ayrim tasdiqlar talab qilinishi mumkin. Men bu masalada juda ehtiyot bo'lishni tavsiya qilaman. Pensionerning roziligisiz uning pulni olish, kartasidan foydalanish, PIN kodini bilib olib, o'zi xohlagancha ishlatish qonuniy va axloqiy muammo tug'diradi. Pensionerning shaxsiy puli. Farzand yordam berishi mumkin, lekin pulni pensionerning ehtiyojlari uchun ishlatish kerak. Birinchi nozik masala. Hamma o'zgarish ham hamma pensionerga taalluqli bo'lavermaydi. Ko'pchilik 1 avgustdan yangi to'lovlar bo'larkan degan gapni eshitadi-da, darhol hamma odamga qo'shimcha pul tushadi deb o'ylaydi. Aslida bunday emas. Qo'shimcha to'lovlar odatda aniq toifalarga beriladi. Nogironligi bo'lganlar, boquvchisini yo'qotganlar, kam ta'minlanganlar, parvarishga muhtojlar, alohida xizmatlari bor shaxslar yoki qonunda ko'rsatilgan boshqa guruhlar. Shuning uchun qo'shnimga tushibdi, menga nega tushmadi degan savolga javob har doim hujjat va huquqiy asosga bog'liq bo'ladi. Ikkinchi nozik masala, pensiya oshishi bilan qo'lga tegadigan pul bir xil oshmasligi mumkin. Masalan, pensiya miqdori oshdi, lekin oldingi qarzdorlik, aliment sud qarori bo'yicha ushlab qolish yoki bankdagi muammo bo'lsa, karta balansida siz kutgan summa ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun pul kam tushsa, darhol pensiyamni kesib tashlashdi deb o'ylamang. Avval bankdan ko'chirma oling, keyin pensiya jamg'armasidan hisob-kitobni so'rang. 3-nozik masala, qayta hisoblash har doim avtomatik bo'lmaydi. Ayrim odamlar davlat biladi-ku. Nega men hujjat ko'tarib yurishim kerak deydi. To'g'ri, ko'p ma'lumot elektron tizimlarda bor. Lekin eski ish joylari, arxiv hujjatlari, sobiq korxonalar, kolxoz, zavod, sex, qurilish tashkilotlari bo'yicha ma'lumotlar har doim ham to'liq raqamlashtirilmagan. Agar sizda qo'shimcha ish stajini tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, uni o'zingiz taqdim qilishingiz kerak bo'ladi. 4-nozik masala. Yashash joyi o'zgargan pensionerlar. Agar pensioner boshqa tumanga, boshqa shaharga yoki farzandining uyiga ko'chib o'tgan bo'lsa, ro'yxat ma'lumotlari yangilanishi kerak. Ayrim ijtimoiy yordamlar hududiy tartibda yuritiladi. Mahalla, poliklinika, ijtimoiy himoya bo'limi va pensiya bo'limi ma'lumotlari bir-biriga mos kelmasa, yordam tayinlashda kechikish bo'lishi mumkin. 5-nozik masala, ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqanidan keyin ham
ishlashda davom etadi. Bu holatda ish haqi, soliq, mehnat shartnomasi, ijtimoiy to'lovlar va pensiya qayta hisob kitobi bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Agar pensioner rasmiy ishlayotgan bo'lsa, uning ma'lumotlari soliq va bandlik tizimlarida ko'rinadi. Bu ayrim to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, kam ta'minlanganlik mezoni bo'yicha yordam so'ralganda oilaning umumiy daromadi hisoblanadi. Demak, pensiyaning rasmiy ish haqi ham inobatga olinishi mumkin. 6-nozik masala bir nechta yordam turini bir vaqtda olish. Odamlar ko'pincha men pensiya olaman, yana nafaqa ham olsam bo'ladimi deb so'raydi. Javob sharoitga bog'liq. Ayrim to'lovlar bir-birini inkor qiladi, ayrimlar esa qo'shimcha tarzda berilishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan odam boshqa bir ijtimoiy yordamga ham murojaat qilishi mumkin. Lekin bu yordam daromad, sog'liq holati, oilaviy ahvol, uy-joy sharoiti yoki qonunda belgilangan mezonlarga qarab belgilanadi. Shuning uchun har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. 7-nozik masala firibgarlardan ehtiyot bo'lish. O'zgarishlar haqida gap ko'paygan paytda firibgarlar ham faollashadi. Telefon qilib, sizga yangi to'lov chiqdi. Karta raqamingizni ayting, SMS kodni yuboring, pasport rasmingizni jo'nating deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman, SMS kodini hech kimga aytmang. Bank kartangizning PIN kodini bermang. Telefon orqali kelgan havolaga kirib, karta ma'lumotlarini yozmang. Davlat to'lovi tayinlanishi uchun odatda SMS kod so'rab, kartangizni bo'shatib qo'yishmaydi. Rasmiy murojaat idora, bank, mahalla mayku kabi rasmiy tizimlar orqali bo'ladi. Birinchi misol. Rahima opa Olimteki yoshda. Oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. U 1990-yildan 1992-yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan, lekin bu staj pensiya hisobiga kiritilmagan. Sabab mehnat daftarchasidagi yozuv xira. Muhr esa yaxshi ko'rinmagan. Rahima opa arxivga murojaat qilib, ish staji bo'yicha ma'lumotnoma oldi. Keyin pensiya jamg'armasiga ariza berdi. Qayta hisobdan keyin uning pensiyasi oyiga 1.20.000 so'mga oshdi. Bu kichik ko'rinishi mumkin. Lekin bir yilga 1.440.000 so'm degani. Ikkinchi misol. Sobir aka Pamazlik yoshda yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda. U faqat pensiyasini olib yuradi. Lekin mahallaga borib ijtimoiy yordam, parvarish yoki dori-darmon bo'yicha imkoniyatlarni so'ramagan. Mahalla va ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilgandan keyin uning holati o'rganildi. Natijada unga qo'shimcha yordam, uyiga kelib ko'mak berish xizmati yoki boshqa qo'llab-quvvatlash chorasi ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsa odamning muammosi ko'rinishi kerak. Agar hech kim murojaat qilmasa, tizim har doim ham uyma-uy yurib hammani aniqlay olmaydi. Uchinchi misol, Dilnoza ismli talaba otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. U umumbekish yoshga to'lgandan keyin ham kunduzgi bo'limda o'qishni davom ettiryapti. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma olib bormasa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. U dekanatdan yoki o'quv bo'limidan talabaligi haqida ma'lumotnoma olib, mas'ul idoraga topshiradi. Shundan keyin to'lov davom ettirilishi mumkin. Bu yerda bir kunlik kechikish ham ba'zan bir oylik to'lov kechikishiga sabab bo'ladi. 4-misol, Abdulla aka pensiyasini bank kartasida oladi. Kartasining muddati avgust oyida tugaydi. U buni bilmay yuradi. Pensiya tushgan kuni bankomat pul bermaydi. Ilova ishlamaydi, karta bloklangan bo'ladi. Abdulla aka bankka boradi, yangi karta chiqarish uchun pasport so'raladi, telefon raqami yangilanadi. Agar u buni oldindan qilganida, pulni olishda qiynalmasdi. Shuning uchun bank kartasi masalasini mayda narsa deb hisoblamang. 5-misol, Gulchehra opa pensiyasini qizi orqali oladi. Qizida ishonchnoma bor edi, lekin muddati tugagan. Pochta yoki bank pulni bermaydi. Gulchehra opa sog'lig'i sabab bora olmaydi. Natijada oila bir necha kun yuguradi. Agar ishonchnoma muddati oldindan tekshirilganida muammo bo'lmasdi. Ishonchnoma, pasport, karta, telefon raqami va yashash manzili har doim dolzarb bo'lishi kerak. Birinchi qadam, pensiya miqdorini tekshiring. Faqat karta balansiga qaramang. Pensiya qanday hisoblanganini bilish uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling yoki elektron xizmatlar orqali ma'lumot oling. Mening ish stajim to'liq hisobga olinganmi? Qanday ustamalar qo'llangan? Qayta hisoblashga asos bormi? degan savollarni bering. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Nogironlik bo'yicha hujjatlar, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma, bank rekvizitlari, telefon raqami va yashash joyi bo'yicha hujjatlar tartibli bo'lsin. Hujjatlar uyda tarqoq yotmasin, alohida papka qiling. 3-qadam.
Bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati, SMS xabarnoma, telefon raqami, bank ilovasi, karta bloklanmaganligi va PIN kod xavfsizligini tekshirib chiqing. Agar pensionerning o'zi bank ilovasidan foydalana olmasa, ishonchli farzandi yordam bersin. Lekin karta ma'lumotlari begonaga berilmasin. 4-qadam mahallaga boring. Ayniqsa yolg'iz yashovchi, nogironligi bor, taqim yoshdan oshgan, dori-darmonga muhtoj. Uy-joy sharoiti og'ir pensionerlar mahalla orqali ijtimoiy yordam imkoniyatlarini aniqlash kerak. Mahallaga borganda vaziyatni aniq ayting. Men yolg'iz yashayman, dori xarajatim ko'p, uyimda qarovchi yo'q. Kommunal to'lovlarni to'lashga qiynalyapman. Nogironlik hujjatim bor. Vaziyatni yashirmang, chunki yordam real holat asosida ko'rib chiqiladi. 5-qadam, ariza yozishni biling. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingizning ism familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz va talabingiz aniq yozilishi kerak. Masalan, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Chunki falon yillardagi ish stajim hisobga olinmagan yoki nogironlik holatim bo'yicha qo'shimcha to'lovlar mavjudligini aniqlab berishingizni so'rayman. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi davom ettirilishi uchun o'qish joyidan ma'lumotnomani taqdim etyapman. Ariza qisqa, tushunarli va hujjatlar bilan asoslangan bo'lsin. 6-qadam, javobni yozma oling. Og'zaki gapga tayanib qolmang. Agar sizga to'lov chiqmaydi deyishsa, nima sababdan chiqmasligini yozma tushuntirishni so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish. Xatoni tuzatish yoki qo'shimcha hujjat topshirish oson bo'ladi. 7-qadam, farzandlar va yaqinlar pensionerlarga yordam bering. Ko'p pensionerlar telefon, elektron xizmat, bank ilovasi, ariza, navbat, hujjat nusxasi kabi ishlarda qiynaladi. Ularga o'zingiz boring deb qo'ymang. Birga boring, hujjatlarni tartiblang, savollarni yozib bering, bank kartasini tekshiring. Lekin yana takrorlayman, pensiya pensionerning puli. Yordam berish boshqa, uning pulini nazoratsiz ishlatish boshqa. 8-qadam, rasmiy manbalarga tayaning. Telegramdagi noma'lum kanallar, telefon orqali kelgan xabarlar. Hamma pensionerga falon pul berilar ekan degan gaplar har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Rasmiy ma'lumotni pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya organlari, mahalla, bank, Maytopkov, uz yoki hukumatning rasmiy axborot manbalaridan tekshiring. Shoshilib karta ma'lumotini kiritmang, shoshilib birovga pul bermang, shoshilib ishonchnoma rasmiylashtirmang. 9-qadam, har oy tushgan pulni yozib boring. Oddiy daftar tuting. Qaysi sanada qancha pensiya tushdi? Qo'shimcha to'lov bo'ldi, bankdan qancha yechildi, dori-darmonga qancha ketdi, kommunal to'lov qancha bo'ldi, hammasini yozib boring. Bu nafaqat oilaviy tartib uchun, balki biror xato bo'lsa, uni aniqlash uchun ham kerak. Masalan, 3 oy davomida pensiya miqdori o'zgarganini ko'rsangiz, sababini so'rashingiz mumkin. 10-qadam, agar pul kechiksa, tartib bilan harakat qiling. Avval bankni tekshiring. Karta ishlayaptimi, pul tushganmi, blokirovka yo'qmi? Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. To'lov yuborilganmi, hisob-kitobda muammo yo'qmi? Keyin pochta orqali olsangiz, pochta bo'limidan so'rang. Agar masala hal bo'lmasa, yozma murojaat qiling. Shovqin qilishdan oldin hujjat va ma'lumotni yig'ing, shunda natija tezroq bo'ladi. Yana bir muhim narsani aytaman. 1 avgust sanasi atrofida odamlar orasida juda ko'p gaplar yuradi. Kimdir hamma pensionerga yangi pul beriladi deydi. Kimdir pensiyalar kesiladi deydi. Yana kimdir hujjat topshirmasangiz pul to'xtaydi deydi. Men ekspert sifatida sizga shuni maslahat beraman. Har bir xabarni tekshiring. Agar rasmiy qaror, rasmiy tartib, rasmiy e'lon bo'lmasa vahima qilmang. Lekin bu tekshirmasdan o'tiravering degani emas. Eng to'g'ri yo'l o'z holatingizni aniqlash. Sizning yoshingiz, stajingiz, sog'lig'ingiz, oilaviy ahvolingiz. Bank kartangiz va hujjatlaringiz bo'yicha haqiqiy vaziyatni biling. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, qo'shimcha to'lovga asos bo'ladigan yangi holat bo'lmasa, sizda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya hisob-kitobini tekshirtirish foydali. Kim albatta tekshirtirish kerak? Ish staji to'liq kirmagan deb o'ylaganlar, nogironlik hujjati borlar, taginun yoshdan oshganlar, yolg'iz yashovchilar, boquvchisini yo'qotganlik to'lov oluvchilar, bank kartasi muddati tugayotganlar, ishonchnoma orqali pensiya oluvchilar, yashash joyini o'zgartirganlar va pensiya miqdori kutilmaganda kamayganlar. Mana shu toifalar beparvo bo'lmasin. Bugungi asosiy gapim shuki,
1 avgustdan keyingi o'zgarishlar, yangi to'lovlar, qo'shimcha ustamalar yoki qayta hisob-kitob masalalarida eng muhim narsa hujjat, rasmiy ma'lumot va o'z holatingizni tekshirishdir. Hammani bir xil o'zgarish kutmaydi, lekin har bir pensioner o'ziga tegishli pulni to'liq olishga haqli. Buning uchun pasport, karta, staj, nogironlik, o'qish ma'lumotnomasi, ishonchnoma va yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar tartibda bo'lishi kerak. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda 1 avgustdan keyin pensiya yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qanday yangilik aytishyapti? Pensiyangiz vaqtida tushyaptimi? Miqdorida o'zgarish bo'ldimi? Fikringizni yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa oilasida pensioner bor insonlar buni albatta ko'rishi kerak.